Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar. Non idishlarimizni yangi dizayndagilari chiqdi. Mebellarga, kuxnya mebellarga tushadigan deb. Mana xudo xolisa kul rangi, oqi, qorasi. Hozircha 3 xil rangda qildik. Mana eski faneradagi naturalniy yog'och. Ularda korobkalari hammasiniki MDF. Eshiklari hammasi yog'ochniki mana. Eshiklar ochilib yopilishda problem bo'lyapti deyishayotgan ekan, mana hammasi yengil ochilib yopilyapti holida. Mana. Hech qanaqa problema yo'q, hammasi yaxshi. Qog'ozlar tegib qolishi mumkin. Bu qog'ozlar odamlar tushunmagancha qo'yib qo'yganmiz, keyin ovorilsa bo'laveradi. Yaxshisi ovorgan yaxshi, ovorib keyin qolgan narsasini qo'ysa bo'laveradi. Odamlar tushunish uchun qo'yib qo'yganmiz xolos. Marhamat. Telefon raqamlarimizni qoldiramiz, zakazlar bo'lsa. Shahar ichiga dastavkalarimiz bor, xudo xolisa.